Moskva-Toshkent, Moskva-Samarqand, Sankt-Peterburg-Toshkent, Sankt-Peterburg-Samarqand yo'nalishida avtobuslarimiz qatnashni davom etyapti azizlar. Reysimiz hozir pasatga bo'lyapti. Ko'rib turganlaringdek yo'lovchilarimiz joylashishni boshlashgan. Transportimiz ichida yo'lda zarur bo'ladigan hamma jihozlar bor. Konditsioner danli moment ishlab turibdi azizlar. Avtobusimiz ichida oshiqcha odam bo'lmaydi. Sidinalarning oralari shunaqangi keng va zaryadnilari bor. Har bitta yo'lovchi uchun alohida ruchkalar qo'yiladigan joylar bor. Akalar yaxshi ketyapsizlarmi? Salom alaykum. Konditsionerlar ishlayaptimi aka? Ma'qulmi avtobus? Yaxshi yetib olinglar. O'tyapti. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, shoshin nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aka qalay ketyapsiz? Yaxshi joylashib oldingizmi? Zaryadnilar bor, konditsionerlar bor. Shu gaplar to'g'rimi ekan aka? Salqingina ketyapsiz. Yaxshi yetib olinglar. Qalay ketyapsiz aka? Zo'r joylashib oldingizmi? Aloqaga chiqarasizlar, kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan reyslarimiz haqida to'liq ma'lumotlarni qo'yib joylab boramiz. Lux komfortli avtobuslar xizmatlari mana monitorlarimiz ham bor. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.